Nimamish, men kibr ekanman. Nima qilibman kibrli qilib? Druzyamni donatorlarga to'ldirib, akkauntga qarab muloqot qilibmanmi? Yoki faqat zo'r o'ynaydigan bolalarning druzyasini olib, yengi boshlaganlarnikini olmanmanmi? Ajin profilimda ko'ringlar, ana so'raylar mendan. Nima ekidin tushib ketyapti deb. Nimaga ekan deysizmi? Yaqin o'yinni boshlagan bolalar aka, birga o'ynaylik degan uchun druzyamga qo'shib o'ynayapman. Rozimi o'sha bolalardan minus yeganimga ham ketib tushib ketganiga ham. Zato ko'nglidan joy oldim. So'raylar mendan, nimaga qizlar bilan video olmay qo'yding deb. 30 dan ziyod qiz bor edi. Hammasini chopdim. Nimaga bilasizmi? Chunki o'sha endi boshlagan o'yinchilar va content makerlarni qo'shi, meni ham ularga foydam tegsin deb qildim. Shu ishlar munosabati bilan aktivim ham tushib bormoqda. Mayli, shunisiga ham roziman. Faqat iltimos, kibr demanglar.